Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Barcha ta'lim muassasalarida tez kunda bitiruvchilar yuragiga larza solib, qalblarni yangi orzu va ishonchga to'ldirgan so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu ajib sado yoshlikdagi birinchi muhabbatimizni, beg'ubor bolalikning kechirimli sho'xliklarini esga soladi. Har kim o'z tanlagan yo'li, turli kasb egasi bo'lish niyatida katta hayotga orzular tomon qadam tashlaydi. Shu onda mening ham shirin xotiralarim, o'quvchilik davrim esga tushdi. Mehribon ustozlarim, qadrdon sinfdoshlarim xayolimdan o'tgan bu xotiralar ulkan sog'inchni yetaklab keldi. Siz ham qadrdonlardan, ustozlardan xabar olishni unutmang. Sho'xligim o'ynoqi davrim mening ilk sevgim nish urgan maktabim bag'rim mening sinfdoshlar davrasida quvnab yurgan damlarim armonlarim sog'inchlarda qolib ketgan baxtim mening qaydasan maktabim qaydasan ilk sevgilim beboshligim siz qaydasan sinfdosh qaydasiz sirdoshlarim ustozlarim yuraklarga titroq solgan so'nggi qo'ng'iroq shum qo'ng'iroq xayrlashdik ko'zlarda yosh ayriliq firoq achchiq firoq kunlar kelar uchrasharmiz yig'ilib do'stu o'rtoq o'sha maktab o'sha sinf qaytmas biroq qaydasan maktabim qaydasan ilk sevgilim beboshligim siz qaydasan sinfdosh qaydasiz sirdoshlarim ustozlarim qayting birdam yonimdasiz beg'ubor orzularim osmonlarga tutash toza beozor tuyg'ularim qaydasan maktabim qaydasan ilk sevgilim beboshligim siz qaydasan sinfdosh qaydasiz sirdoshlarim ustozlarim qaydasan maktabim qaydasan ilk